Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun ochiq suhbat podkastimizni birinchi soni. Sizlar bilan doimiy endi ko'rib turadigan mezbon desak ham bo'ladi. Baxtiyor hamda ismim Kamron va doim alishib turadigan bizni har xil g'oya, har xil takliflar bilan keladigan mehmonimiz. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mehmonimiz Husan aka. Husan aka yaxshi keldingizmi? Xudoga shukr, rahmat. Shunchalik chaqirganingiz. Yo'q, hammasi. Tashrif uchun rahmat. Husan aka, vaqtingizni ajratib keldingiz shu tez paytlarda. Demak, mehmonimiz haqida qisqacha aytamiz. Husan aka meni ustozim. 6-7 yildan beri adashmasam biz bir-birimiz tanishmiz. Qisqacha o'zingiz haqingizni deb aytib berasizmi? Shu ismim Husan, Toshkentda tug'ilganmiz, shu yerda taniymiz ukalarni. Har xil narsa qilib ko'rganmiz. Hozir rizqimiz terib yuribmiz. Abshirnoz, hammaga o'xshagan odam. Har xil yo'llarni bosib o'tishgan, nima noto'g'ri, nima to'g'ri, o'sha ancha yo'lga tushib olgan. Husan aka shuning uchun chaqirdik. Bizda ancha tajribasi baland. Bugungi mavzuyimiz ham juda hozirgi yoshlarga dolzarb mavzulardan desak ham bo'ladi. Shunaqa. Demak, Husan aka bugun hayotdagi balans, ya'ni hayotdagi muvozanat haqida gaplashamiz. Asosiy mavzuyimiz shu atrofida aylanadi. Lekin qo'shimcha fikrlaringiz bo'lsa, bemalol aytib ketaverasiz. Bunaqa bizda strikt ssenariy yo'q. Ya'ni nima gap bo'lsa, bemalol aytib ketaverasiz. Shunaqa bemalol gaplashamiz. Shunaqa. Unaqa tayyorgarlik chegaralab qo'ymaymiz o'zimizda. Shunaqa. Bemalol boricha hammasi bekitishsiz. Demak, Husan aka, mana biz Kamron bilan ozgina gaplashdik bu mavzuda sizdan oldin. Hayotdagi balansi bizning qarashimizda bu birinchi navbatda albatta sog'liq, odamning sog'lig'i, uni oilasi, karyerasi, hobbisi deb bo'ladi va umuman olganda uni turmush tarzi. Shu aspektlarni olsak, siz hayotdagi balansni nimalarda ko'rasiz? Xo'p, o'zingiz aytib turibsiz-ku shu narsalarni. Masalan, qaysidir momentlarda puldan yetishmay qolishingiz mumkin, unda nimadir chetga surib turishingiz mumkin bo'ladi, lekin baribir hamma narsa pulga borib taqalmaydi. Hamma narsa qaysidir ma'noda taqaladi, qaysidir ma'noda taqalmaydi. Masalan, pul topish yo'lida sog'lig'ingizni yoki masalan shaxsiy hayotingiz bu yerda baxtsiz bo'lib qolgan bo'lsangiz, unda ham yutyapsiz degani emas-da. Shunaqa. Masalan, oyiga qanchadir masalan top 10% da bo'lishingiz mumkin dunyo miqyosida yoki O'zbekiston miqyosida, lekin qolgan tomoningiz agar to'g'rilanish kerak bo'ladigan bo'lsa, u ham tatimaydi qanaqadir shu narsa sezildi. Demak, mana bunaqa narsani tushunsak bo'ladimi? Bu degani odamzod hech qachon mukammal balansga ega bo'la olmaydi hayotda. Qaysidir aspektlar oqsab qoladi. Lekin harakat qilish kerak ekan. Shu narsaga harakat qiling. Baribir bir kam dunyo deyshadimi? Bir xil payt nimanidir sal pasaytirib turasiz, bir xil payt shunaqa ekan endi. Jercha qilish kerak. Juda qisqa muddat davomida o'shani ushlab turishingiz mumkin bo'lsa kerak, menimcha. Boyagi gapingizdan hozir bitta endi hozirgi kundagi atrofda bo'layotgan savol baxt puldami degan gap juda ham ko'p. Baxt puldami degan gap. Dolzarb mavzuda. Ko'pchilik sirasi baxt pulda deydi, kimdir nimadir gapirib yo'q pulda emas deydi. O'shanga qanaqa fikrdasiz? Baxt puldami o'zi? Men o'rtadaman bu narsaga. Masalan, o'zbekchasida qanoatdan bo'lish kerak-da. Masalan, Yevropada odamlarga masalan oddiy kofe ichadi, arzimagan masalan $2 yoki morojniy yeydi. Yani $3 va €3 funtda mana shunaqa turadi. Yeyotganimda tashqaridan qarasangiz, qanoat mazza qilib yeyotgan bo'ladi. O'shuni o'zi mazza qiladi-da. O'shandan zavq oladimi? Bizda bu oddiy narsalar. Bizda O'zbekistonda anaqamiz ko'p. Masalan, Yevropa bilan solishtiradigan bo'lsak, ne'matlarimiz ko'p, prosta biz ko'rmasak kerak-da. His qilmaymiz, yo ko'rsak ham his qilmaymiz. Har doim shu narsa bo'lib turganligi, normal holat bo'lganiga o'rganib qo'yamiz. Qanoat qilish menimcha uncha yetishmaydi bizda. Tushunarli. Men o'zim ham shunaqa deb o'ylayman. Fikringizga 100% qo'shilaman. To'g'ri. Lekin mana odamlar bor bizda. Hamma narsaga ulgurishga harakat qiladi. Masalan, o'zimdan olsam, qaysidir bir hayotda moment bo'lgandek, ishlash, sport, sog'liq va oilaga vaqt ajratishi hammasini eplayman deganda, baribir
bu qiyin deb o'ylaymanda. Husan aka nima deb o'ylaysiz? Iloji yo'q. Iloji bormi? Yo'q, Qanaqadir iloji yo'q. foiz sootnosheniyasida olsak, odamni hayotida ya'ni 50% ish, 20% oila yo 10% hobbi deb olsak, qanaqa bo'lsa bo'ladi shuni proporsiya qilib? Bizada mana bunaqa-ku, bizada erkak kishiga umuman odamlarga majburiyatlari ko'p-ku, erkak kishini ham. To'y misolida aytadigan bo'lsak, masalan, 100 ta 200 ta chaqirishingiz kerak. Uni masalan etap masalan nima qiz ko'rdi, qo'rdoq nimadir mana shu narsalar qilinadi-ku. O'sha hisobiga odam o'zini esdan chiqarib qo'yadi-da. O'shani o'zini jertva qilish hisobiga buni qilish kerak bo'ladi. Endi bu menimcha ko'proq mentalitetimizga bog'liq narsa. Yana bitta narsani aytaylik, mana Husan aka Angliyada yashab keldingiz, to'g'rimi? 3 yil davomida adashmasam, ishladingiz, yashadingiz. Shu hayotdagi balans tushunchasi O'zbekistonda va Angliyada qanchalik farq qiladi? Tubdan farq qiladi. Xullas, u yoq bu yoqqa to'g'ri kelmaydi, bu yoqqa to'g'ri kelmaydi. Hozir bir yoqdi ko'proq. Endi qaysi tomondan qarashga bog'liq-da. U yoq ham yoqdi, lekin bu yoqda ham o'ziga yarasha narsalar. Endi bu yerda hamma oila shu yerda tanishlar, o'rtoqlar, bu yoq komfort zona. baribir endi Angliya bo'lsa ham musofirchilikda baribir. Musofirchilikda. Baribir do'stlarsiz. Lekin u yoqni yaxshi tomonlari hech kimni siz bilan ishi bo'lmaydi. Yordam ham bermaydi, ishingizga aralashmaydi ham. Shaxsiy rivojlanishga juda ajoyib mana shu. Demokratiya desak bo'ladimi? Demokratiyaligi aniq-u, lekin anaqa ham qaysi tomonlama aytsak, u yerda ilm fan rivojlanib yotibdi-ku, masalan, har xil millatlarni ko'rasiz. Sharqiy Yevropani millatlari ham qanaqadir shu pulga berilib ketgandanmi, nimadanmi ilm fan bilan rivojlanmaydi-da. Xitoyliklarga qarasangiz, ular o'sha qancha masalan kamroq topsa ham o'qiyman deydi, o'zimni rivojlantiraman deydi. O'shaning uchun ular menimcha rivojlanib ketyapti shekilli. Chiroyli. Xitoy, Yapon, o'sha rivojlangan davlat, fransuz, inglizlar, nemislar, kanadaliklar masalan. Shunda ularni yashash tarzi bizdan ancha farq qiladi demak. Fikrlari, ya'ni hayotga qarash, maqsadlar. Ancha. Endi u menimcha Angliyada boshqacha, Xitoyda boshqacha, o'z aytganingizdek, Kanadada boshqacha, o'zimizda O'zbekistonda ham boshqacha-da. Menimcha 100% menimcha to'g'ri narsa. O'zbekistonni miqyosda oladigan bo'lsak, balans, mana o'zingizni miqyosingizda balansga hozir 100% lik konversiyada oladigan bo'lsangiz, necha foiz balansga erishyapsiz? Oilaga, o'xshayapti bu narsa. Oilaga, ishga, sportga, yana nima deb olsak, hamma narsani qo'shganda necha foiz? Men endi yangi qaytdim-ku, o'shaning uchun hozir unaqa idealniy emas, to'g'risini aytganda, lekin bu yoqni ancha tushunib qolgan. Men bu yoqqa kelganimda bir xil narsalar esimdan chiqib qolgan, o'tga moslashib qolgansiz. O'tga moslashib qolganga bir narsalar esdan chiqib qolgan. Hozir o'shanga nima desam, o'sha tushyapman-da, lekin balans kerak. Balansga harakat qilish kerak. 100% lik balans baribir bo'lishi mumkin, qisqa muddatga qilib turishingiz mumkin bo'ladi-da. Yo qanaqadir force majeure chiqib qolishi mumkin, boshqa narsa. Shu, lekin 100% bo'lmasa ham anaqa bor-ku, Pareto prinsipini eshitganmisizlar? 80 ga 20. Masalan, 20% uni qilib qo'ygan, qolganini qilishing shart emas. O'sha o'zi bo'lib ketadi. Bo'lib ketmasa ham shart emas-da. 20% o'zi yetadi. O'sha 20% topib olish kerak bo'ladi. Ko'p misollar bilan. Chunki 100% qilib bo'lmaydi. Shuni o'ylab turdim, ya'ni 100% balansda yashash hayotga ta'siri qanchalik foydali? O'zi to'g'rimi, o'zi balansda yashash kerakmikin o'zi? Ana ko'pchilik komfort zonada kimdir ishini yaxshi ko'radi-da, maza qilib ishlaydi-da, 15 soat, 18 soatlab ishlashi mumkin-da, unga shu yoqadi. Kimgadir umuman ishlamaslik yoqadi. Ya'ni shu narsada menimcha mana bu fikrimiz hammaga ham to'g'ri kelmaydi-da. Individualmi deyman? Individual hammaga. O'zida baribir kimgadir o'z birinchidan anaqa qilib olishimiz kerak edi. Disclaimer edi. Hozir bizning aytgan gapimiz 100% to'g'ri emas. Shuni aytib ketdik. Negativ. Subyektiv fikr deylik, o'zimiz shaxsiy fikr. Mana shu narsa to'g'ri emas. Masalan, 2 kere 2 to'g'ri degan narsa emas-da, hozir bu. To'g'ri. Prosta o'zimizni shu ochiq suhbat, shaxsiy fikrlar. Bu hammasi demak bizning o'zimizni shaxsiy fikrlarimiz.
bu yoqdagi gap menga, Kamronga, Husan akaga to'g'ri kelishi mumkin, kimgadir to'g'ri kelmasligi. Bu tabiiy holat. Lekin Husan akani tajribalaridan kelib chiqib, biz shu kungacha ko'rgan narsalardan kelib va bitta xulosaga kelamiz. Endi o'zinglarni qanaqadir bu iminda mavzuga balans haqida fikringlar bo'lsa, bemalol izohlarda yozib ketishinglar mumkin. Balans o'zi sizlar uchun nima qilsa to'g'ri eshiladi, foydalimi yo'qmi, bemalol yozib ketishinglar mumkin. Izohlarga qo'ldan kelgancha tezroq javob berishga harakat qilamiz. Diskussiya baribir kerak. Husan aka, ba'zi sal mavzudan o'tdik. Boyagi savol bo'yicha shu hayotni 4 ta yoki 5 ta qismga bo'lsa, ya'ni balansi, o'sha oila, sog'liq va boshqalar. Shuni qanaqa proporsiyada olsak bo'ladi? Masalan, 24 soatni bir kunligini olsak ham, odam qancha vaqtini ishga sarflash kerak, qancha vaqtini oila bilan, qancha vaqtini shaxsiy rivojlanish, hobbi va shunga o'xshash narsalar. Qanaqa deb o'ylaysiz? Uyqu ham bor-ku, to'g'rimi? Uyqu u o'zi aniq bor narsa deb, menimcha uni biz hisoblamasak kerak, o'zi aniq bor. Endi bir sutkada 24 soatni hisoblasak, o'zi meni anaqam bo'yicha ideali hali o'zi shunaqa narsa qilib olish kerak. Men ham hozir nima deydi, shunga intilish kerak demoqchiman-da. Ideali masalan 24 soat bo'lsa, 10 soati uyqu plus o'zingizga qarashingiz bo'lsa, bo'ladigan bo'lsa, 14 soat qolyapti bizda. O'shanda 14 soat qolyaptimi? 14 soat. 10 soat ishlashingiz ketadi deylik. Xo'p, borib kelish, 4 soat demak, yo o'zingizga yoki shu munosabatlarga ketkizish kerak. Qanchalik ham 4 soat qolmayapti unda. Yoki sportga qilasizda, masalan, kunora sport qiladigan bo'lsangiz, kunora munosabat qilsangiz bo'ladi. To'g'ri. Yoki kunora anaqaga. Sal anaqa kelishtirasiz. Baribir qattandir olish kerak bo'ladi. To'g'ri. Qattiq ishlayotganingizga ham bog'liqda, qattiq iqtisodiyot bo'yicha. Masalan, bizda o'rtacha odam haftasiga necha soat ishlaydi? Bizani ishda 8 soatdan deb oladigan bo'lsak, 40 soat. Siz 8 soat ishlaysizda, sizdan ko'p ishlaydiganlar ko'pda. Men 6 soat ishlayman, lekin bu degani o'sha 6 soat vaqtim ish bilan o'tadi degani emas. Bu aslida ko'proq. Chunki borishim, plan qilishingiz, hammasiga vaqt. Aytaylik 9 soat ketsa, bir kun. Endi standart 8 soat olaylik, o'rtacha. bo'ladi menimcha. O'rtacha. Ana idealizировать qilamiz deb rost, to'g'ri. Lekin aslida unaqa emasda. Sredniy kerak, 8 soat. Kimdir 4 soat ham ishlaydi, kimdir 12 soat ham ishlaydi. O'zi dunyo miqyosida 8 soat bo'lsa kerak. Adashmasam, O'zbekiston qonunchiligida adashmasam, haftasiga endi 5 kun bo'lsa 10 soat beriladi. O'rtacha 10 soat ishlaysiz kerak. 10 soat. Unda 5 kun magazin ishlaydigan bo'lib, smena alishib 10 soat bo'lsa, baribir 4 soat. haftasiga 60 bo'ladi. 60 soat to'g'ri kelyapti. Demak, kuniga 4 soat vaqt odamning o'ziga qolar ekanda. Uyqu va ishdan tashqari. Endi 4 soatda nimaga uspet qilsa bo'ladi? Yo'q, qilsa bo'ladi. 1 soat aytaylik 10 soatning ichiga 8 soat uxlash. 7 soat kimdir uxlaydi, kimdir 6 soat. O'sha 2 soat qoladi-yu, ovqatlanish, ertalabki zavtrak. Endi bu slishkim idealniy odamlarda-da. Men o'zim masalan, men o'zim yo 2 da yo 3 da, ba'zi holatlarda 12 da ham uxlab qolishim mumkin. Soat 7 da uyg'onib ketishim mumkin. Unda balans emas. Balans, o'sha shu yerda o'sha balans buzilyapti. Uyquni o'zidan. Endi nimani glавный fonga olib chiqishingizga bog'liq bo'ladi-da. Masalan, Britaniyaning anaqasi bo'yicha propagandasi bo'yicha deysizmi yoki televizorlarda har kuni gapiradiganlar bo'ladi. Har kuni ertalab masalan ko'z chiqib qolsa, ikkita narsani ko'p gapiradi. Mental health bilan self care deydi. Rosa ko'p shu narsa urg'u beradi. Masalan, aqliy salomatlik. Mental health. Hozir o'zbekcha tarjimalarni aytib ketishimiz kerak. Ular shu narsani glавный fonga olib chiqqanda, o'shaning uchun ham u yoqda yashasangiz asabiy emas odamlar. Shuni mentalni to'g'ri sog'lomda. O'zini tutishi, ko'chada masalan mashinada hurmat qiladi, bir-biri bilan turtilib ketib qolsa, unaqa narsa agressivnost bor-u kam, juda kam. Исключение. Исключение-da, g'alati bo'lsam, o'zini o'zi masalan anaqa qiladi. O'zingga ham qaragan deydi. Masalan, u yo'qni naqasi bilan qarasa, xullas dunyoni suv bossa o'rdagi ne'g'am deganda ular o'ziga qaraydi. Masalan, har xil klublarga boradi, masalan, sog'lomlashtiruvchi klublarga. Jim bo'lishi mumkin yoki shu sog'lomlashtiruvchi klublar deyiladi-da. Fitness club deydi mana. Umumiy, to'g'ri. Shuning uchun ham yoshroq ham ko'rinadi ancha. Ko'p hayron qolardim u yerda.
demak balans bu harakat baribir ya'ni o'tirib balansga erishib bo'lmaydi. Harakat Endi qilasiz. mani o'zim o'ylashimcha balansga faqat disiplina orqali erishsa bo'ladi deb o'ylayman. Hmm. Disiplina. Chunki disiplina bo'lmasa baribir qanaqadir balansga erishish bilmadim lekin. Bu to'g'ri lekin. To'g'ri. Ingredient qo'shish kerak. Yo'q, to'g'ri qo'shilaman. Chunki Disiplina. mana ko'pchilikda muammo nima? Disiplina bu 3 kunlik yo 1 haftalik narsa bo'ladi-da. Keyin sekin tushishni boshlaydi o'sha temp, aytaylik, sportda yoki nima bo'lishi mumkin, ovqatlanishda kimdir boshlaydi, sog'lom ovqatlanishni, lekin baribir buziladi. Atomic Habits'da shu narsa aytilgani, bir marta chetlab o'tish bu normal. Lekin 2 marta qildingizmi, katta ehtimol tashlab yuborasiz u odatda. Shunaqa. Shu narsa haqida bor. Husan aka, demak balans tushunarli menimcha, hammaga tushunarli bo'ldi. Kichkina bitta izoh berdik, diskussiya ketdi. Endi baribir har bittasini roli bir xil emas. Ya'ni agar tanlashimiz kerak bo'lsa, biz nimani tanlashimiz kerak? Oilanimi, sportnimi, ya'ni qaysi biriga ko'proq fokus berishimiz kerak deb o'ylaysiz? Mana o'zingiz shu yoshgacha va o'tgan narsalaringizdan shaxsiy fikrlaringiz bo'lsin. Siz uchun nima muhimroq? Aytaylik, zalga borish yoki oila bilan vaqt o'tkazish bo'lsa, qaysi birini tanlagan muhimroq deb hisoblaysiz? Zalga borish. Endi 4 soat qoldi-ku bizda. O'shani bir kun bo'lib qilasiz yoki Cheredovание qilib. masalan agar ko'p ishlayapsizda, ishlaysiz-ku, baribir ishlamasangiz bo'lmaydi. Ko'p ishlayapsizda, lekin oila bilan vaqt ajratsangiz, endi yuragingiz siqilib ham qolishi mumkin. Ishchi stressi bo'ladi-da. Kortizol ko'payib ketib qolgan bo'ladi. Janjal chiqib ketib qolishi mumkin. To'g'risida, zalda o'shani kamaytiradi, kortizol kamaytiradi. Yaxshiroq mental state'da uyga borasiz. Yaxshiroq anaqa nima bilan kirasiz? Aura bilan kirasiz-da. Kayfiyat yaxshiroq. Yaxshi kayfiyat bilan kirasiz. To'g'ri. Chunki charchab kelgan odam ishdan baribir oiladagi O'zingizga qarashingiz kerak-ku. O'zingizga ham qarashingiz kerak. Negativ energiya bilan kelsa, baribir oilaga uni Manimcha yig'ilib plus o'sha holatdagi mental holatga ham bog'liq menimcha. Misol uchun men o'zimda yaqinda bo'lgan holat, bitta proyektning loyiha bilan boshqa joyda ishlab keldim, O'zbekistonning boshqa viloyatida. O'sha paytda menga oilaga ehtiyoj ko'proq bo'ldi. Shunaqa nima kerak bo'lsa o'shanga yetishmayotgan paytga men o'sha paytda oilaga juda ehtiyoj ko'p bo'ldi. Sog'inib, boshqa qilib, oilani sog'inadi. Kelgandan keyin o'sha oila bilan yurman, hozir o'sha ko'proq jimlarga, shaxsiy rivojlanishga tortyapti. Bu boyagi gapingizga to'g'ri-da, menimcha, odam borini emas, yo'g'ini ko'proq ehtiyoj, ya'ni yo'q narsadan kelib chiqadi. Shunaqa. Xo'p, Husan aka, demak, sport oila bo'yicha tushunarli, iloji boricha ikkalasiga ham vaqt ajratish kerak. Har kuni bo'lmasa ham, kunora bo'lsa ham, ikkalasi ham muhim hisoblanadi, to'g'rimi? Deyishadi-ku. Masalan, sport deysizmi yoki sport har xil turlari bo'lishi mumkin. Futbol o'ynash ham masalan sport bo'lishi mumkin-ku. O'zingizga qarashingiz. Hobbi ham sifatida o'tadi. Ertadan kechmi baribir sog'lig'ingizga plyus ketadi, e'tiboringiz ketadi-da. To'g'ri. To'g'rimi? Masalan, hozir pul to'layapsiz, masalan, zarga chiqmoqchi bo'lsangiz, pul to'layapsiz. U rasxod emas-da, baribir o'sha pulni to'laysiz. Masalan, hozir to'lamasangiz 5 yildan keyin, 6 yildan keyin to'laysiz. Agar hozir to'lamasangiz to'laysiz, lekin qimmatroq to'laysiz. Sog'liqqa to'lanadi. Misol ayta olasizmi, mana ishingizdan kelib chiqib yo tanishlaringizdan-da, qaysidir odam ishga berilib ketganda, sog'lig'iga aralashmagan, to есть sog'lig'iga vaqt ajratmagan, mablag' ajratmaganda, lekin bitta katta kasallik yoki boshqa qanaqadir unda hayotida minus kelib chiqib, u ketmoqchi bo'lmagan puldan 10 baravarlab, yo undan ham ko'proq baravar ketib qolgan misollar bo'lsa. Unaqalar yetarlicha topiladi. Masalan, bunaqa desam, masalan 100 ta muammongiz bo'lishi mumkin. 100 ta muammo, uni hal qilishim kerak, buni hal qilishim kerak deb yurasiz. Siqilasizku, keyin o'sha sog'lig'i bitta qisib qo'ygandan keyin o'sha 100 ta muammo ko'zingizga ko'rinmaydi-da. O'sha eng katta muammo ko'rinmaydi. Sog'lig'ingizni tiklashga harakat qilasiz. O'shanisi bor. Keyin masalan, ishchi deb o'zini berib qo'yganlar yetarlicha topiladi. Masalan, bizning jamiyatda mehnatkashlikka anaqa beriladi-da, ko'p urg'u beriladi. Mehnatkashlikka, ko'proq ishlashga. Menimcha, sovet paytidan qolgan bo'lsa kerak edi. Mustaqillikdan oldingi davr, ya'ni maktablarda ham kitoblar shu narsa o'qitilganki, odam faqatgina mehnat qilibgina rivojlanadi. Bu menimcha noto'g'ri, chunki rivojlangan jamiyatlarda yashasangiz,
agar qancha mehnatkash bo'ladigan bo'lsangiz, u yoq sizni ochko'z deb ko'radida jamiyat. Qabul qilmaydi sizni. Bu qanaqani egoistlik deb hisoblanadimi? Egoistlik ham qanaqadir birinchidan ochko'z deb ko'radi, ikkinchidan nesivilizatsiya odam deydi. Ya'ni to'ymaydi hech qachon. U kuruvlar sizni qabul qilmaydi. Endi men bu narsaga qo'shimcha qilmoqchiman. Hozirgi kunda lekin avlodga ham bog'liqda. Hozirgi kundagi avlodimiz, misol Z avlod degan bo'lsak, u unaqa mehnatkash emas ular lekin. Ya'ni Z avlodi hozirgi tug'ilayotganlar emas, ishlayotgan pokoleniyani olsak, ishlayotgan pokoleniyani olsak, yo'q, lekin mehnatkash, masalan, hozir 10-11-sinflar necha yosh bo'ladi masalan? 16, 15. 15 yosh, 15. Bosib ishlayotganlarni ko'ryapman-da. Men bundoq qarayman. Ular ishlash hozir shart emas. Nisbatan baribir oldingidan kamroq bo'lsa kerak. Lekin nisbatan berilib ketganlar ham. Berilib ketganlar yetarlicha. Masalan, endi men u yoqdan o'ylaydigan bo'lsam, Yevropanikidan qaraydigan bo'lsak, u yoshdagilar ko'p ishlamaydi. O'ziga yetsa bo'ldi bo'ladi-da. Hozir bizda nimadir mas'uliyatni bo'yniga olgan. Mana shu narsada mana ota-onani o'rni ham muhim-ku. Mana siz Yevropa haqida aytyapsiz, u yerda shunaqa fikr borki, farzandga investitsiya qilish kerak, bilimga pul ketkazish bu investitsiya, farzandni o'tdagi majburiyatlari bu o'qish faqat-da. Bizda endi har xil oyda bor. Kimdir yoshroq paytdan ishlashga majbur bo'ladi. U xohlamasligi ikkinchi darajali. Tanlov o'zida emas. Ko'pincha. Yo, shunaqa endi uylari berib qo'ygan bo'lishi mumkin, yo o'zi olgan bo'lishi mumkin. Bor lekin. O'zimizni miqyosimizda ham mana Baxtiyor, sen tanlagandan beri shu 15-16 yoshda o'zi ish boshlaganmiz-da, men o'zim ham. To'g'ri. 16 yoshda ayol topshirib. Endi bizda menimcha senda men o'zimni aytadigan bo'lsam, menda men oilamni boqishim kerak degan xayol emas, o'zimda qanaqadir bo'lgan pul topish. O'g'il bola bo'lganda uchunmikin bu, ha? O'g'il bolaman-ku, jamiyatga, oilaga qanaqadir foyda keltirish. Shunaqa o'zida bo'lganda baribir. Foyda keltirish kerak. Endi sizlar ham bitta tomondan qo'shilaman, bitta tomondan qo'shilmayman emas. U yoshda u to'g'ri qaytib kelmaydi-da. Masalan, ishlashga ulguradi degan g'oyani ham oldinga sursa bo'ladi. Bola masalan ishlashga ulguradi. O'sha to'g'ri mayli yashab qolsin. Bir xil payt masalan, bir xil payt emas, qanaqa rivojlanayotgan organizmda, masalan, miya boshqa narsada o'sha rivojlanishiga qo'yib berish kerak. O'sha paytda. Menimcha qo'yib berish kerak. Ulguradi ishlashga. Kamron, nima deysan ana shu fikr? Biz o'sha aytganingdek 15-16 yoshda ishlashni boshladik va yoshligimizni olsak, mana qaysidir aspektlar qolib ketganda, masalan, o'rtoqlarimiz qayerga boramiz desa, biz bora olmay qo'yamiz. Vaqt yo'q. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Va shu narsaga odam qachondir baribir afsuslanib qolsa kerak-da, ya'ni yoshligimda yoshlikda o'tish kerak. Yo'q, mana bunaqa desak bo'ladi. Ishlasang, berilib ketmasin. Berilib ketmasin, uni yuqori stressli ishni qilmay turgani yaxshi. Shu gapga qo'shilaman. Shu yoshda. Stressli ishga manimcha. Logistikani olsak bo'ladimi mana shunaqa hozir? Ko'pchilik menimcha logistika o'zim ham ishlab ko'rganman logistika. Ko'chada hozir logistika degan narsani bu sohaga aloqasi yo'q odam ham biladi-da. Ya'ni taksiga chiqasiz, magazinga kirasiz. Hamma logistika. Tubdan bilmasa kerak. Yo'q, ani borligini, yaxshi pul topsa bo'lishini biladi. Men o'quvchilar keladi-da oldimga. Nima ingliz tilini o'rganmoqsan desa, tog'am logistikada ishlaydi, borib aytdi, ayol olti olib kelsa. Shu prioritetdan misol uchun qaysidir ish qilyaptimi, pul yaxshi topilishini o'ylab o'sha ishni qilishi ham noto'g'ri deb o'ylayman men o'zim shaxsiy fikrim. Nimagaki, men ham shu pulni o'ylab logistikaga kirganman ishga. Baxtiyor biladi. Logistikada 2 oy ishlaganman. O'sha paytda avj edi. Nega chiqdi? Yoqmagan menga bu ish. Birinchidan boya balans mavzusiga qaytsak, balans umuman yo'qolib ketadi. Umuman iloji yo'q. U logistikada ishlayotgan odamlar biladi. Kommentariya yozib ketinglar. Hozir ko'plar ancha qo'shiladi. O'zi biladi qanaqa holatda yashashini logistlar. U ishidan boshqa hech narsani o'ylamaydi. Chunki ish paytida ishlaydi, undan keyin uxlaydi. Ya'ni ishlaydi, aktiv bo'lgan paytda uxlayotgan bo'ladi. U aktiv bo'lgan paytda uydagilar uxlayotgan bo'ladi va bu sababdan balansdan birinchidan uyqu ketdi. Kechqurun odatda ishlashadi. Ikkinchidan
oila bilan oilaviy munosabatlar kamayadi, bu keskin kamayadi va menimcha o'sha kechqurun uxlamagan odam ertalab kelib uxlasa, ishdan oldin zalga borishga ham unaqa narsalar ko'ngliga sig'maydi. Keyin kortizolga ko'tarilishiga boradi keyin. Stress Juda stress. Ozgina gapga ham Jizak bo'lib qoladi. Sezdim-da, bir ikkita odamlarda bor, tez qizishib ketadi, shu narsa bor. O'shini deb men ham tashlab ketganman. Yetkib turgan bo'ladi. Umuman yoqmagan soha. Shunga hozirgi boya aytganingizdek stressga tiqadigan menimcha ishda 15-16 yoshli ishlamasligi to'g'ri menimcha, to'g'rimi? Rivojlanayotgan bo'ladim deyman-da. Miyani qaysidir qismlarini ayniqsa miyaga beryapman-da. Garmoniya ham hali undan rivojlanayotgan bo'ladi. Hozir endi ketdi, keyingi tema уже testosteronga qarab ketyapti, boshqa garmonlarga qarab ketyapti. 30 yoshda уже ularniki ancha pastga tushib ketib qolgan bo'lishi mumkin. Uverенность ham tushib ketadi. Men ham kuzatdim, o'sha yetarlicha odamlarni kuzatdim. Testosteron degani agressiv urish qo'yam emas, undoq qaraganda. Lekin layoqatsizmi? Layoqatsiz qo'yadi. G'ayrat bo'lmaydi, gapdan g'ayrat bo'lmasa-da, ishda ham, oilada, umumiy, shaxsiy. Yoki qanaqadir yoshligida o'xshamay qolsa, travma ham olib qolish mumkin butun umrga. Manda bo'lgandek. Travma. Unaqa butun umrlik travmasi mana bizda bo'lishi mumkin masalan. Men shaxsiy o'zimni birinchi ish tajribalarimni aytsam, oylik masalasi bo'yicha bizda Kamron biladi, siz ham bilasiz, xat ishlaganimni, o'sha o'zi oylik juda kam edi-da, shuni ham yarmini berib, yarmini bermay qo'ygan, lekin meni kunimni juda katta qismi o'shda o'tardi. Ya'ni ishga berilib ketish sal bir tarafdan buni pluslari ham bor, baribir tajriba olish. Hayotga tajriba bo'ladi. O'zi kichkina yiqilishlar keyingi kattaroq yiqilishga tayyorlaydi odam. Tajriba bo'ladi mana. Hammada bo'ladi, hech qachon hayot bir xulosa qilsangiz-da faqat. Undan dars olish kerak-a. Qanday sovuq qoladi? Sovugani yaxshi. Sovuq. O'quvchilarga hazil qilaman-da, ya'ni sovuq odamlar. Muhimi suhbatimiz sovuq qolmasin. Suhbat yaxshi ketyapti menimcha. Endi birinchi safar kamchiliklar bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Shunaqa. Endi juda ko'p narsani gaplashdik. Savokupni oladigan bo'lsak, balans o'zi nima? Balans erishmasa odam minusimi, plusimi ularni ham gaplashdik. Endi bitta qisqa xulosaga kelib olsak, balansga erishish uchun hozirgi yoshlar nimaga ko'proq e'tibor berish kerak? Agar balans bo'lmasa, nima minusi kelishi mumkin? Qisqacha o'zingiz fikringizni aytib olsangiz. Maslahat. Maslahat. Shunaqa. Bu faqat yoshlarga emas, kattalarga ham menimcha taalluqli bo'lsa kerak. Nima deysiz? Balans qanaqa balansga qarash kerak? Bo'lmasa oqibatlari qanaqa? Oqibatlar, balans erishmasa oqibatlari qanaqa? Endi balans masalan 100% yana aytib o'tishimiz kerak. 100% balansga erishish juda qiyin, tan olish kerak. O'zi bormi shunaqa balansga erishganlar? Aytaman, qisqa muddatga erishgan bo'lishi mumkin. Uzoq davom etmasi kerak masalan. Lekin agar slishkam balans buzilib ketgan bo'lsa, juda ham katta farq bilan oqibatlari nimani pastga tushirib yuborgan bo'lsa, o'shandan bo'ladi-da. Masalan, birinchi o'rinda o'sha garmonga qarash kerak. Odam o'zini garmonlarini nazorat qilib turish kerak. Testosteron, dopamin, shunaqalarni, oksitosin, o'shalarni nazorat qilib turish kerak. Aqliy tiniqlik deydimi? Masalan, miyasi tiniq fikrlasa, nima ish bo'lsa, endi avvalambor Allohdan-ku, baribir, lekin o'xshash sababi keladigan bo'lsa, o'xshaydi-da. Masalan, to'g'ri. Har xil musullar bilan to'ldirib tashlamasdan, masalan, tashqaridan kelayotganiga nisbatan immunitet hosil qilish kerak masalan. Demak, buni anaqa o'ziga qarash kerak demoqchiman yoki. Filtrlash desak bo'ladi. Filtrlash kerak. Filtrlash kerak. Misol odam uveren bo'lsa, ko'p narsani balansini ushlasa bo'ladi. O'ziga bu nisbatan uvereniz past bo'lsa, balans ushlash qiyinroq menimcha. Shu birinchi navbatda uverensizki, siz boya aytganingizdek garmonlar to'g'ri keladi menimcha. Uvereniz nimadan ham keladi? Garmonlaringiz joyida bo'lsa, sog'liq bo'lsangiz, keyin mahoratdan ham keladi-da. Masalan, agar sog'lig'ingiz joyida bo'lmasa, baribir ta'sir qiladi o'zingizga bo'lgan ishonchingizga. Keyin shu balans so'rasida shukronalik ham ketadi. Masalan, bizda ne'matlarimiz ko'p-ku baribir. To'g'ri. Shukr qilishimiz kerak. Bizda tengilar kimdandir oldin, kimdandir keyinmiz, lekin sog'lig'imiz bor, masalan,
yurolmaymiz. To'g'ri. Har xil tomonlama sog'lig'idan qisib qo'yganlar borda. Yaqinda bitta anaqa voqea bo'ldi. Men ishlab yashagan viloyatimda juda qumli holat bo'ldi-da. Havo qum bo'lib ketdi, chang bo'lib ketdi, nafas ololmadim. O'sha chang bo'lishigacha havoni qanchalik muhimligini, qanchalik kerakli narsaligini his qilmagandim-da. O'shani his qilgandan keyin havo hayotda yashash uchun eng kerakli narsa, kislorod eng kerakli narsalardan biriligini tushundida odam. Yo'qotib ko'rish kerak. O'shuning uchun boya aytganingizdek shukr qilishga, birinchi navbatda shukr qilishni o'rganishimiz kerak. Shunaqa. Keyin balans oqibatlari, balans buzilishining oqibatlari endi agar oilaviy tomonlama buzilsa, masalan, hayotingiz mazmuni buzilib qolgan bo'lishi mumkin, yo'qotib qo'ygan bo'lishi mumkin. Hamma holatda keyin o'sha muammoni eslab o'tiradi. Vaziyatga qarab, o'zida aytganingiz. Eslab o'tiradi keyin. Demak, balansni xulosa qilsak, balansga erishish juda qiyin, baribir harakat qilish kerak va oqibatlari juda yomon bo'lishi mumkin. Erishmasami? Balansga erishishga harakat qilmasa. Harakat qilmasa, masalan, tarozi deylik, 5 ta tarozi bo'ladigan bo'lsa, bittasi oqsab qoladigan bo'lsa yoki 3 tasini ushlab 2 tasi ancha oqsab qoladigan bo'lsa, bilintiradi. Shunaqa. Salga mayli ozgina kelishtirsa bo'lsa kerak menimcha-da, ozginaga, lekin shu boyaga aytganingizdek, baribir 80 ga 20. Endi balansga shu tarozini primer qildingiz. Futbol jamoalarida ham misol uchun hujum, yarim himoya desak, hujum bilan yarim himoya zo'r ishlab tursa, lekin himoyada yaxshi ishlamasa, balans buziladi. Oqibatda o'sha jamoa yutqizib qo'yishi ham mumkin. Hammasi bir tekisda ham bo'lishi qiyin, lekin baribir harakat qilish. Harakat, boya aytganingdek, intilish kerak. Intilish kerak, harakat qilish kerak, eng muhimi. Shunaqa. Xo'p, demak, menimcha yaxshi gaplashdik. So'raga birinchisi bo'ladi. Birinchisi bo'ladi. Tomoshabinlarga, bizani shu kuzatayotganlarga aytamiz, bu birinchi sonimiz. Biz kritikaga ochiqmiz, bemalol. Negativlarga, heytlarga. Yana negativlar bo'ladi, polivon bo'ladi. Hozir men bittasi yozib qo'yish mumkin. Kim bo'ladi o'zi, nima deyapti? Disclaimer, yana hamma o'zini fikriga ega, xohlasanglar qo'shilinglar, xohlamasanglar qo'shilmanglar. Просто shu tajriba bo'lib, shu xulosaga kelganmiz. Shunaqaroq desa ham bo'ladi. Endi 2 yildan keyin yoki nimadir holat bo'lib, bu hozirgi tajribamizda fikrlarimiz ham o'zgarib ketishi mumkin. O'zimizda ham o'zgarishi mumkin bu. Hozirgi holatdan-ku. Endi asosiy qismi baza qoladi albatta. Baza qoladi. Endi shu kungacha yashab o'tgan umrimizdan kelib chiqqan holda shunaqa. Endi kelajakda o'zgarishi ham mumkin. O'zi sizni chaqirishimizni asosiy sabablari bu mana Kamron va men nisbatan jamiyatda o'rtacha yoshini olsak, yoshroq hisoblanamiz. Biz uni gapirgandan ko'ra siz tajribaliroq va sizni eshitgan odam Husan akani ham qartormi? Qartorroq. Biz yoshimiz, sal zreliroq deylik. Yo'q, Husan aka, hozir yoshingiz bo'yicha aytaveramizmi? Unaqa qaramasdan. Ya endi baribir tajribangiz balandroq-da. Shunaqa. Mayli. Demak, xulosalar shu. Fikr hammani o'zidan, bizning fikrlarimiz o'ta shaxsiy, subyektiv. Husan aka, bizning traditsion savol an'anaviy savollarimiz bor, podkast bo'yicha. Kerak, qisqacha, unaqa ko'p gapirish shart emas. Qisqa. Hayotdagi siz uchun eng 3 ta muhim narsani, endi buni o'zi gaplashdik, yana bitta 3 ta muhim narsa siz uchun hayotdagi balansga bog'liq emas, o'zingiz uchun qaysi narsalar muhim 3 ta? Sog'lik, oila. Bu 4 ta bo'lishi ham mumkin, 2 ta bo'lishi ham mumkin. O'zgartirishga haqqingiz bor sonini, ha? Halovatmi? Endi halovat. Bu juda universal so'z-da. Halovat bo'lishi uchun hamma narsa tushunarli. Husan aka, mana hammada bo'ladi-da. Menimcha, Kamronda, tomoshabinlarda hammada bo'lgan hayotdagi baxtli onlar juda ko'p bo'ladi. Eng baxtli oningiz nima bilan bog'liq, nima bilan emotsional moment. Bittada o'zi eslashingiz bilan, o'ylashingiz bilan bittada keladigan moment bor-da. O'sha sizda qaysi? Hozir ko'p vaqt olmasa agar. Maktab paytlarimiz kerak. Birinchi muhabbatmi? Unaqadan ko'p-ku. Birinchidan ko'p. Birinchidan ko'p. Husan akaning tajribalari katta.
biz hozir uni aytolmaymiz. O'zimiz shaxsiy gaplashgan. Kadrdan tashqari yo'q. Keyin gaplashamiz. Xo'p, Husan aka, hayotingizni tubdan o'zgartirgan aniq bir voqea bormi? Menimcha hammada bo'lsa kerak uni. Ha, обязательно bo'ladi, Yo'q, menimcha. ko'p bo'lishi mumkin. Aytaylik. O'sha paytda tubdan o'zgartirgan deb o'ylaganman, lekin hozir qanaqadir orqaga qarasam, tubdan emasroq. Oddiy hol bo'lib qolgan. Oddiy holat. Oddiy hammada bo'ladigandek. Hozir aniq bitta narsa kelmayapti-da. Lekin o'sha momentda yuragi qattiq og'irlangan yoki o'sha momentda katta dunyoni hal qiladigan narsa deb ko'rgan narsam hozir orqaga qarasam o'zi bo'ladi. Oddiy. Har o'sha 1 yil, 2 yil, 5 yil o'tadi, orqaga qarasangiz juda kichkina muammo, katta olgan. Tushunarli. Katta borgan bo'lasiz. O'ylagan bo'la katta deb. Rahmat Husan aka. Demak, do'stlar, menimcha bugungi mavzuyimiz hammaga ma'qul keldi deb o'ylayman, Baxtiyor. Yaxshi mavzuni tanladik deb o'zimiz hisobladik. Balans, hayotdagi balans. Agar sizlarda ham hayotda balansga erishmoqchi bo'layotgan bo'lsanglar, davom etishinglarni xohlaymiz. Agar umuman bu balans haqida birinchi marta eshitib, nima u demoqchi bo'lsanglar, internetdan qidirib, o'zinglarni balansingni, individual balansinglarni topib, harakat qilishinglarni xohlagan bo'ladi. ChatGPT, bemalol ChatGPTdan so'rasanglar bo'ladi. Husan aka, sizga rahmat. Rahmat. Vaqt ajratib kelganingizga. Kuzatuvchilarga rahmat, shuncha vaqtligini ayamasdan ko'rishganiga. Xudo xolasa bundan ham yaxshi mavzular, bundan ham yaxshiroq qilishga harakat Hali yana ko'rishamiz balki. Xudo xolasa, конечно. ko'rish kerak ekan. Obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi suhbatlarimiz sizlarda rekomendatsiyada chiqadi, o'tkazib yubormaysizlar. Kolokol chiqmabdi, bir nima hozir montajda chiqadi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar, sizlardan ko'p vaqt ketmaydi. Har doim biz endi shunaqa ko'rishib turamiz.